Hammaga salom. May oyining eng oxirgi kunlari 25-mayda analizini boshlaymiz. May oyida bitiruvchilarimizga qadrlovchilar uchadigan vaqti, hayotga eng katta udarlar keladigan kun bitiruv kechadi. Xo'p, analizni boshlashdan oldin o'tgan haftadagi analizlar bo'yicha xulosa bermoqchiman. 4700 4556 narxda eng kuchli deb bergan edi. Ayni mana shu sabablar bilan Instagramda ham, YouTube'da ham hamma yoqda analiz qilib berib borganmiz. Endi bizada qanaqa qilib analiz qilinyapti degan savolda biza YouTube'da darslarni boricha joylashtirib qo'yganmiz. E'tibor qilgan bo'lsanglar, multi time frame darslari 283 kishigina bu ma'lumotda, endi kim bilan u ham 50% to'liq ko'rgan. Sizlarda filtr bo'lishi kerak edi, mana shu yerda bor filtr dars. Sizlar hali ham internetdan $10,000 sirli nimalardir sotib olishni o'ylab yurgan vaqtda biza bu yerda tekinga dars berib qo'ydik. Tradingda multi time frame, inverted FVG darslari hammasi berilgan bu yerda. Mana 4-darsi berilgan, 684 kishi ko'rgan. 3-dars berilgan Support Resistance Fishga hammasi 1100 kishi ko'rgan. Bularning hammasida biza mana 1-2-darsda bundan tashqari ham 17 ta to'liq dars bor bu yerda. Strategiya berilgan 14 ga 8, umuman hamma yo'nalishda berilgan. Qanaqa qilib zonani olinishi, filtrlab olinishi, vaqt filtrlari, MetaTrader 0 dan kiraman degan odamda hamma narsa bor. Yangiliklar bilan ishlash, hattoki TradingView'da ham hamma narsani qo'yganmiz. Depozit qilish, broker ochish, pips nima, leverage nima, punkt nima, hamma narsa bor. Hattoki tavsiyagacha. Sizlardan faqatgina ketadigan narsa bittasi qunt va vaqt, sabr kerak. Mana shu narsalarni joyiga qo'ysanglar, YouTube kontentimizning ichida sizlar borib turib starter kursimizga o'qing $500, professional kursimizga o'qing $3000 deydigan joyda professional darajadagi hammasi dars qilib shu yerda berilgan. Faqat sizlarda pulni to'lash yoki ishlab topish osonmi, qanaqadir. Xullas, haftalik analizdan boshlaymiz. Xo'p, bugun 25 bo'ladigan bo'lsa, 25-da kutiladigan yangiliklar unchalik vahimali yangilik yo'q. Faqatgina avstraliyskiy dollarda 27-may kuni CPI bor. Xo'p, o'sha kunning o'zida NZD bor. 27-mayda o'zida eng katta yangiliklar bizada 28-may kuni chiqadi. GDP dollar uchun chiqadi soat 17:30 da va ICP bor edi. Hozir o'tib ketib chiqib qolsa kerak ICP. Xo'p, ICP yangiligi bor. ISP deyshadi o'zi aslida, ICP da qisqartirganmiz. O'qishda sal xatolik bo'lishi mumkin. Xo'p, yangiliklardan ayni mana shu vaqtda home sale, ya'ni yangi uylar sotuv yangiligi chiqadi. Dollar indeksi bozordagi narxlar sun'iy oshirilyapti. Ya'ni Amerika bozoridagi uy narxlari, Amerika bozoridagi rasxodlar уже sun'iy ravishda baland ko'rsatilyapti. Ayni mana shu sabab ham bozorda chiqayotgan yangiliklarda dollar indeksiga nisbatan sizlar yangiliklarni qadri oshishiga kutishinglar men tavsiya qilaman. Yana ham bozorda qanaqadir urushga oid ma'lumotlar o'zgarib ketishi mumkin yo'nalishi, lekin bozorda hozir ayni kunlarda Amerikada berilayotgan siyosat jarayoni va iqtisodiyot jarayonida ma'lumotlar ataylab bo'rttirib, ya'ni bu narsani pufak deydi, puzir qilib ko'rsatilyapti. Qancha baland ko'rsatib borgani sari ularda iqtisodiyot shunchalik o'tirib qoladi. Natijada global krizis boshlanishi 2008-yildagi butun dunyodagi krizis jarayoniga ular sabab bo'lib qoladi. Hamma bekorga Warren Buffett yoki boshqa Elon Musk o'xshagan insonlar Bitcoin haqida gapirishdan to'xtab, faqat naqd pul va aksiya, obligatsiya haqida gapirib qolgani yo'q. Amerika banki zararda turibdi hozir. Shuning uchun ham ularda chiqayotgan inflyatsiya yangiliklari baland chiqadi. Hozir eng yaqin dollar indeksidagi yo'nalish downtrenddan uptrendga o'zgargan edi. Hozir ayni sabablar bilan downtrendda o'sha yorib chiqqan joydan tasdiq uchun qaytib kelyapti. Eng yaqin 4 soatlik time frame'da inverted FVG zonasiga kelib turibdi. Buzgani dollar indeksiga 98741 zonagacha bozorda padeniya bo'lishi mumkin. Hozir bizada glani esa 98940 zonadan pastga o'tib gapni qoplab bera olishi kerak. O'shandagina past kutamiz. Agar hozir soat 10:48 ga 10:48 oralig'igacha
mana shu yerda turib 12:00 London sessiyagacha yoniga turib bera olsa, u shu yerdan bayga ketish ehtimolligi juda baland. Ya'ni London sessiyani kirib kelishiga e'tibor qaratishimiz kerak. Agar London sessiyagacha bo'lgan oraliqda, hozir buni impulsini kuzatib topib olaylik. Откат zonalari bor, gapni qoplagan, yana bir marta qoplagani kelsa ham mana shu joyda bitta kuchli откат bo'ladi. Agar London sessiyagacha bo'lgan oraliqda 98.900 narxdan pastga tura olsa, bozorda dollar indeksimiz birmuncha qulab minimumga o'zini tasdig'ini beradi. Faqat avvalo qulashni kutib olish kerak. Ya'ni London sessiya kelmaguncha savdoga kirib qo'ymaydi. Xo'p, bitta qulash bo'lganda ham yo'nalish baribir ham katta time framelarda bozor uchun katta yo'nalish baribir dollar indeksini buy uchun turibdi. Uchganda ham tepaga juda yuqoriga ketishi mumkin. Xo'p, endi xuddi shu bilan oltinni analiziga qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsak. O'tgan haftadan beri to'liq buy signallarni berib kelganman, e'tibor qilgan bo'lsanglar. Xo'p, bu kanalimizga berilgan savdo g'oyalar har birini entrylarini berib bordik. Biz hafta davomida to'liq buy sabablarini izlaganmiz, chunki asosiy g'oyamiz bozor uchun PDX ga va PVX ga qarab harakat bor edi. Mana shular bilan biz bozorda ko'proq buy analizlarini izlashga harakat qildik. Qancha tushishidan qat'iy nazar bozorda asosiy yo'nalish sellda ham buyda ham berdik-ku, lekin asosiy g'oya asos buyga nisbatan berilgan. Bu kanal ochib qo'yilgan, e'tibor qilinglar. Fix past chiziqcha Black Gold deb izlasanglar, Instagramdan qidirsanglar chiqmaydi, bu Telegramda. Xo'p, hammasi berilgan. Linklarni ham opsiyaga qoldirib qo'yaman, agar o'tmoqchi bo'lsanglar o'tib qo'yinglar. Hozir ham g'oya kanal beriladi. Yana bir gap, Prop kompaniyadan hozir sotib olaman deganlarda opsiyada yana ham link qoldiraman. Fundednex 25% lik Ramazon aksiyasi deydi. Ramazon uchun 25% shotlarni narxini arzonlashtirgan. Xo'p, endi bu linkdan o'tsanglar, mana bu promo kod sizlarga ishlaydi. Agar boshqa joydan misol uchun Fundednex yozib turib, bu promo kodni kiritsanglar, Fundednexdagi skidga amal qilmaydi. Skidga faqat 2 kishiga amal qiladi, esdan chiqarmanglar. Misol uchun hozir bu videoda kimdir ko'rib turib, bitta akkaunt sotib olib qo'ysa, ikkinchi odam olgandan keyin uchinchisiga amal qilmaydi. 2 kishiga o'sha ikkita akkaunt uchun 50% Prop kompaniya chegirma berib olgan bo'ladi. Oltin uchun global tahlilni ko'rib chiqamiz. Kunlik time frame asosiy yo'nalish oladigan bo'lsak, bozorda uzoq vaqtdan beri o'sha yanvar 29dagi flash crash bo'lganidan keyingi ikkinchi juda ham kuchli minimum yangilama qaytish bo'ldi. Hozirgi holatda oltin uchun juda ham ideal buy zonadan hareket olgan 4 soatlik time frame. Yana downtrendda bir marta shpilkadan hareket olib turibdi. Ayni vaqtda xo'p, trend juda ham faol. Ayni vaqtda sizlar uchun zonaga kirish ham, chiqish ham juda ham London sessiyagacha bo'lgan oralig'iga kutmasdan risk qilib qo'ymanglar. Gap bo'lgan, gapni qoplaganda ba'zi holatlarda agar London kirib kelib qolsa, u 4500 gacha tashab, keyin qaytib chiqib ketish ehtimolligi yo'q emas. Agar hozir Londongacha bo'lgan oraliqda gapni 50% ni ichiga kira olsa, shu joydan yana sekin hareket olib boshlaydi. Bu degani dollar indeksi analizi sellga o'sha zonadan 98.900 dan pastga bo'la olishi kerak. Ko'rsam o'tib ketadi. 98.900 mana shu yerdan pastda bo'la olishi kerak London sessiyagacha. Shuning uchun analizni birinchi oldin dollar indeksiga e'tibor qaratib, keyin kirib boringlar. Xo'p, bizda asosiy yo'nalishni beradigan holatimiz oltin uchun buyga ekan. Asosiy yo'nalish hali oltin uchun 4900 narxgacha bo'lish ehtimolligi bor. Ya'ni shu joydan bu uzoq muddatli analiz bo'ldi, ustoz bayagan, dalshi buy izlash kerak degan g'oya bo'lmasa, sabablar o'zgarib boraveradi. Ya'ni bozorda strukturasi xohlagan vaqtda birorta katta inflyatsion yangilik bilan ham o'zgarib ketishi mumkin. 5200 dagi buy side likvid zonalariga hujum bo'lishi mumkin. Hozirgi holatda bu yana ham yo'ldan save nuqtalari bor. Birdaniga buy bitimni ochib ketaverish kerak emas. Sabab yo'nalish bor. Hozir London sessiyagacha agar
4533 30 narx 40 narx bilan 30 narx oralig'ida tura olsa, analizdagi sabablarni bayga to'g'rilashni boshlaydi. Lekin o'tib ketyaptimi, o'sha London sessiya bo'lsa ham o'tib ketyaptimi, agar minimum yechib qo'yishga asos bo'lib hech qanaqasiga haylov yasamasdan tikka mana shu tartibda oqib kelaversa, bu yerga kirish kerak yo'q. Hattoki 0.5 ichiga kelsa ham. Xo'p, endi bizada asosiy yo'nalishni bilib oldik, baygaligini, dollar indeksidagi analizni ham bilib oldik. Endi yevro dollar kotirovkasini bitta ko'rib o'tamiz. Yevro dollar kotirovkasi bu shunchaki dars vaqtida berilgan analizdan bittasi. Yengil atkat berib, baribir ham padeniya bo'lgan. Xo'p, 46 pips impuls bo'la olgan, undan keyin buzib ketgan prosta takka. Bu kunlik bozordagi impuls, boshqa hech narsa emas. Endi bozordagi yo'nalish yevro dollarga nisbatan. Xo'p, kunlik time frame bu yerda ham down trendni yorib chiqib keta olgan bozor yo'nalishi. Xo'p, endi minimum yangilanishi to'xtab, maksimum ustidan juda ham kuchli shpilka olgan, ya'ni shpilka degani ten svecha qolib ketgan. Long dollar indeksini ham agar o'sha 98-900 atrofidan g'oyasini izlaydigan bo'lsanglar, yevro dollar uchun ham kunlik time frame ham bayda turibdi, 4 soatlik time frame ham down trendni yorib chiqqan bayda turibdi. Savdo g'oyasini izlaganda fokusni doim trendga beringlar. Hech qanaqasiga trendsiz savdo hech qachon tek profitni kutgandan foyda bermaydi. Xo'p, analiz yevro dollar uchun planировать buy side liquid yechilishigacha 1.207.73 gacha yevro dollar uchun bayga g'oya izlash mumkin. Hozircha soat 10:56, katta risk qo'ymanglar. Xo'p, kerakli linklarni qoldirdim. Bitcoinni ham bitta ko'rib o'taylik, baribir ko'pchilik yo'nalishi qiziq. Kunlik time frame men analiz bergandim, o'tgan haftada bo'lgan analizda berilgan bu narsa. Bundan oldingi videoda ko'rsanglar, haftalik analiz deb chiqarilgan. Savdo uchun ham ancha oldin ham berilgan savdo g'oyalarida faqat sell izlangan. O'tgan oylik analizlarda ham hattoki sell izlangan. Xo'p, endi hozirgi yo'nalishni ko'radigan bo'lsak, bitta faktik dars berib keta olay. Jahon liderlari, ya'ni Elon Musk yoki Jeff Bezos, yana kimlardir jahon miqyosidagi boylar nimanidir maqtasa, sizlar sellga model qidiringlar bozorda. Aytaylik, Amerikani markaziy banki sizlarga oltin 4800 dan 5,5 mingga chiqib ketadi degan gapni aytadigan bo'lsa, sizlar 4800 dagi past narxdan bay qidiringlar. 4800 da ular hammani sotib olishga undaydi va narxni o'sha joydan tushirishiga asos bo'ladi. Shuning uchun ham ular aytgan narxdan emas, ular aytgandan ham pastroq narxdan buy model qidiriladi. Bu sizlarga qo'shimcha ma'lumot sifatida. Bitcoin uchun buy analiz kutish mumkin. Bunda sessiyani o'rni yo'q, faqatgina tungi vaqtda 12 dan 3 gacha bo'lgan oralarda o'zingizlar faolligini bilasizlar menimcha. Shu miqdorda, shu vaqtlarda buy kutsanglar yoki sell kutsanglar tavsiyam yaxshi bo'ladi. 83 ming atrofiga yana qaytib chiqishi mumkin Bitcoin. Xo'p, bu kichkina time frame analizi, 4 soatlikdagi kichik yo'nalish bu. Haqiqiy yo'nalish baribir ham Bitcoin uchun hali 56 ming narxga qaytamiz esdan chiqarmaydi. Haftalik analizni ko'rib chiqdik. Videolarni Instagramga ham, YouTube'ga ham joylab qo'yganman. Davomida xudo xolisa boshqa darslar ham bo'ladi.